Assalomu alaykum aziz kitobxon bolajonlar. Olmoliq shahar axborot kutubxona markazi xodimlari sizlar uchun Stiv Jobs qalamiga mansub bo'lgan Dunyo daholari turkumidan Kompyuterga jon bergan odam kitobini o'qishni tavsiya qilamiz. Dunyo daholari ruknidan joy olgan mashhurlarning har biri o'z yo'li, tafakkuri, ixtirolari, olamshumul ishlari va hatto taqdiri bilan dunyoni o'zgartirgan. Bu insonlar barchani hayratga soladigan, tasavvur va qiziqish uyg'otadigan ajoyib shaxslar bo'lib, ular bilan bog'liq hayotiy hikoyalar o'ziga ohangrabodek tortadi. Bolalar va o'smirlarga mo'ljallangan ushbu bejirim tuhfa kitobxonlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu kitobni mutolaa qilishni xohlasangiz, Olmoliq shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring va mutolaa qiling.